Slamash brendidan yengili beshotishli gaykaviyor. Komplektida o'zini kitobi bo'ladi, ikkita batareykasi va albatta bitta zaryadniki bo'ladi. O'zini remeni ham bor, nasatkasi ham bo'ladi. Narxini videoning oxirida aytib o'taman. Hozir men sizlarga buni ishlatib ko'rsatib beraman. Mana batareykasini ko'ryapsizlarmi? 144 vattli bo'ladi. Kun davomida bemalol mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu instrumentimizdan regirovka qilsanglar ham bo'ladi, ikki xil rejimga ega. Bu instrumentimizning o'zidan chiqargan nasatkasi 22 bo'ladi, lekin bu mashinamizning razmeri 17 ekan. Hozir shuning uchun 17 ni tiqib, sizlarga qanaqa qilib ishlashini ko'rsatib beraman. Kassapra va servisda akalarimiz bu instrumentimizdan mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ishlarni ancha yengillashtirib beradi. Bu instrumentimizning narxiga keladigan bo'lsak, atigi 850 ming so'm. Bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Dastavkamiz ham bor. 3 oy garantiya beramiz.